Assalomu alaykum kelajak mediklar. Biz sizlar bilan hozirgacha bo'lgan paragraflarimizda molekula va atom haqida gaplashdik. Bugungi darslarimizdan boshlab, demak, modda haqida gaplashar ekanmiz. Modda tarkibi bo'yicha ikkiga bo'linadi. Sof moddalar va aralashmalarga. Birinchi navbatda sof moddalardan boshlaymiz. Sof moddalar deb tarkibi faqatgina bir turdagi moddaning molekulalaridan tashkil topgan bo'lsa, sof moddalar deyiladi. Demak, mana e'tibor bering. Birinchi idishda ham bir xil turdagi moddaning molekulalari, ikkinchisida ham faqatgina bir turdagi, uchinchisida ham faqat bir turdagi moddaning molekulalaridan tashkil topgan. Faqatgina bir joyga e'tibor bering. Misol uchun birinchi idishga qaraydigan bo'lsak, biz aytdik, faqat bir turdagi moddaning molekulalaridan deb. Modda faqat molekula emas, balki to'g'ridan-to'g'ri atomdan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Misol uchun mana bu oltin. Oltin atomlari yig'ilib, oltin moddasini hosil qiladi. Yana takrorlayman. Oltin atomlari yig'ilib, mana oltin plitkalarni ko'rgansiz, ko'ring, mana shu, demak, oltin moddasi deyiladi. Demak, oltin atomlari yig'ilib, oltin moddasini hosil qiladi. Yokida bo'lmasa, mana etil spirt, demak, molekulalari yig'ilib, demak, etil spirt moddasini hosil qiladi. Suv molekulalari yig'ilib, suv moddasini hosil qiladi. Demak, sof modda deb faqatgina bir turdagi bo'lishi kerak. Faqat oltin, faqat C2H5OH, faqat suv bo'ldi. Mana shularga, demak, sof moddalar deyiladi. Bundan tashqari boshqa moddalar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun 200 milliondan ortiq moddalar bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda adashmasam, hammasi demak alohida o'zi faqat bitta o'zi bo'ladigan bo'lsa, sof modda deb ataladi. Ana endi aralashma nima deb savol beradigan bo'lsangiz, mana shu sof moddalarni o'zaro biz aralashtiradigan bo'lsak, hosil bo'lgan demak tarkibiy qismga biz aralashma deb ataymiz. Misol uchun mana birinchi idishimizga qaraydigan bo'lsangiz, etil spirti va suvni o'zaro aralashtiramiz. Demak, nima hosil bo'ldi? Aralashma hosil bo'ldi. Siz bu aralashmani ko'rgansiz. Aptekada misol uchun 70% etil spirtini ko'rgan bo'lsangiz, 70% mana shu etil spirti, C2H5OH, qolgan 30% suv degan. Bu hosil bo'lgan aralashmaga sof modda deyilmaydi. Ya'ni siz sof holatda ko'rishingiz mumkin, lekin u ikkita modda aralashdi-da, ikkita sof modda aralashdi va aralashma hosil bo'ldi. Va undan tashqari misol uchun ikki xil ko'rib turganingiz aralashmada ikki xil sof modda emas, balki 3 xil sof modda ham aralashishi mumkin. Balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Biz faqatgina bu yerda mana ikkinchisida 3 xil sof moddani aralashishdan hosil bo'lgan aralashmani ko'rishimiz mumkin. Bunda demak etil spirti, suv va oltin aralashgan. 3 xil modda aralashdi, demak unga aralashma deb ataladi. Sof modda va aralashma tushunarli deb o'ylayman. Ana endi biz sof moddani o'rganishdan boshlaymiz. Sof modda ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Oddiy moddalarga bo'linadi va murakkab moddalarga bo'linadi. Oddiy modda va murakkab moddaning nima farqi bor? Mana bu yerda qarasangiz, demak, oltinni moddasini formulasi keltirilgan. Bu yerda etil spirtini, bu yerda suvni. Nimasi bilan farq qiladi? Demak, oddiy moddaga ta'rif beramiz. Faqatgina bir xil element atomidan tashkil topsa, demak, oddiy modda deyiladi. Faqat demak, bir xil element atomidan tashkil topyapti. Misol uchun, undan tashqari kislorod ham bo'lishi mumkin. Misol uchun kislorod. Bu murakkab modda deya olmaymiz. Mana bir xil element faqat kisloroddan tashkil topyapti. Bir xil element atomidan tashkil topsa, demak, oddiy modda. Ana endi 2 va undan ortiq element atomlaridan tashkil topadigan bo'lsa, unga murakkab modda deyiladi. Misol uchun, etil spirtga qarasangiz, uglerod, kislorod va vodoroddan, ya'ni 3 xil element atomidan tashkil topyapti. Unga murakkab modda deyiladi. Lekin bu butun boshli bitta molekula. Suv ham xuddi shunday. Demak, 2 xil element atomidan tashkil topyapti. Demak, murakkab modda bilan aralashmani aralashtirib yubormaysiz, to'g'rimi? Aralashmada mana shu ikkalasini aralashtirganingizdan keyin aralashma hosil bo'ladi. Hozir mana bu alohida turgan holatda bular murakkab moddalar deyiladi. Murakkab modda bilan oddiy moddani farqlash uchun biz formulasiga qarashimiz kerak ekan. Faqat bir xil element bo'ladigan bo'lsa atomlar, bu oddiy modda. Har xil 2 va undan ortiq, demak, element atomlari bo'ladigan bo'lsa, murakkab moddalar deyiladi. Ana endi oddiy moddalar ham o'z navbatida ikkiga bo'linar ekan. Oddiy moddalar demak metal va metal emaslarga bo'linar ekan. Biz demak navbat bilan o'rganamiz. Birinchi navbatda metal va metal emaslarni qayerdan topamiz degan savol tug'iladi. Davriy sistemada barcha metal va metal emaslar berilgan. Takrorlayman. Davriy sistemada barcha metal va metal emaslar berilgan. Ya'ni mana shu davriy sistemaga qaraydigan bo'lsak, mana shunda demak hammasi yo metal yoki metal emasga bo'linar ekan. O'zi bizning kitoblarda shunday berilgan, chet el manbalarida metalloidlar ham berilgan, lekin biz hozir faqatgina metal va metal emaslarga ajratgan holatda o'rganamiz. Demak, biz mana bunaqa shaklda diagonal chiziq tushiradigan bo'lsak, litidan demak, mana bu asfaltga qarab
tomon tushiramiz. Mana ikkita chizaman, bitta chizaman. Bitta, ikkita, bitta, ikkita, bitta, ikkita, bitta, ikkita, bitta va bunaqasi ikkita. Mana biz diagonal chiziq chizib oldik, to'g'rimi? Litidan asfaltga tarafga qarab. E'tibor bering, barcha ko'k rangdagi, qizil rangdagi va yashil rangdagi barchasi faqat vodorod, mana vodorod va geliyadan tashqari. Barchasi ko'k, yashil, qizil va mana bu chiziq chizdik-ku, mana shuni chap tarafda ichkari tomonda turganlari, ya'ni mana bu ichkari tarafda turganlari hammasi metallar hisoblanadi. Demak, yashillar hammasi metal, ko'klar hammasi metal, qizillar hammasi metal, faqatgina vodorod va geliy metal emas. Undan tashqari sariqlarcha desa, sariqlarga mana bunaqa chiziq tortganmiz, ichkaridagilari demak metal, undan tashqaridagilari metal emas. Ya'ni mana bu ko'klar metal emas deb o'tirmang, bular ko'klarning hammasi metallar hisoblanadi. Biz faqatgina mana bu chizgan chizig'imiz sariqlarga amal qiladi. Ko'k, yashil, qizil hammasi metal. Faqat vodorod va geliydan tashqari. Sariqlarni qanday ajratamiz? Mana shunaqa chiziq tortamiz. Shunda mana bu birinchi qatorda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta, keyingisida 5 ta, keyingisida 4 ta, keyingisida 3 ta, keyingisida 2 ta, keyingisida mana bitta. Shu tartibda demak, bu yerda ichkaridagilari, mana bu tarafda qolganlari demak metal emaslar hisoblanadi. Demak, metal va metal emasni ajratib bildingiz. Misol uchun sizga istalgan bitta elementni aytadigan bo'lsak, uning moddasi deb aytadigan bo'lsak, misol uchun fosfor elementi atomlaridan hosil bo'lgan moddalar metalmi, metal emasmi desam nima deysiz? Mana fosforni topib olasiz davriy sistemadan. Mana bu chiziqdan tashqarida bo'lgan sariq element, ya'ni P element deyiladi aslida. Sariq element bo'lganligi uchun bu nima deysiz? Metal emas deysiz. Misol uchun sizga xrom aytadigan bo'lsam, bu ko'k bo'ldimi? Bu metal. Misol uchun mana bu qalayni aytadigan bo'lsam, demak, chiziqdan ichkarida turgan sariq element bo'lganligi uchun metal deb ataysiz. Tushundingiz-a? Demak, biz metal emaslarga ajratib bildik. Mana shu element atomlaridan hosil bo'ladigan, demak, oddiy moddalar. Faqat o'zi yoziladi. Boshqa oldiga element qo'shilmasdan yozsangiz, demak, metal emaslar kelib chiqadi. Biz endi metallarni xossalarini o'rganishimiz kerak. Ya'ni metallar qanday xossalarni namoyon qiladi? Demak, odatdagi sharoitda qattiq moddalar, metallarni ko'rgansiz. Misol uchun mana bu metal, mana bu metal, misol uchun mana bu alyuminiy deb tasavvur qilaylik, mana bu misol uchun mis deb tasavvur qilaylik. Misol uchun alyuminiy ham qattiq, misol uchun mis ham qattiq ko'rgansiz, to'g'rimi? Odatdagi sharoitda qattiq moddalar hammasi. Faqat bitta metal bor, simob. Simobni ko'rishingiz mumkin. Hg. Ko'k rangli bo'lganligi uchun bu metal, to'g'rimi? Aytdik biz. Faqatgina mana shu simob suyuqlik. Uni siz termometrlarning ichida ko'rgansiz. Qolgan barcha metallar oddiy sharoitda qattiq moddalar. Yaltiroq yuzaga ega. Mana yaltirab turibdi, ko'rib turibsiz. Metal yaltiroqligiga ega deyiladi. Metal emaslar bunaqa yaltiroqlikka ega bo'lmaydi odatda. Demak, yaltiroq yuzaga ega deyarli ko'pchilik. Bundan tashqari issiqlik va elektr tokini yaxshi o'tkazadi. Misol uchun, buni sinash uchun endi sinab ko'rish mumkin emas, taqiqlanadi. Misol uchun mana bu metal bo'lganda edi, istalgan bitta elektr tokiga tiqadigan bo'lsam, misol uchun meni tok uradi, to'g'rimi? Demak, bu elektr tokini yaxshi o'tkazishdan dalolat beradi. Men misol uchun yog'ochni tiqadigan bo'lsam, misol uchun tok urmaydi. Bunga sabab nima? Yoki bo'lmasa, mana bu videolarni ko'rgansiz, tok urayotgan odamlarni yog'och bilan urib tushiradi. Agar temir bilan uradigan bo'lsa, o'zini ham tortib tok uradi. Sababi tok u odamga o'tadi, birinchi tok urayotgan odamga, keyin metalni urganligi uchun birdaniga ushlab qoladi, yaxshi o'tkazuvchanligi bo'lganligi uchun boshqa ikkinchi odamga ham tok uradi. Yog'och bilan uni qaytaradigan bo'lsangiz, yog'och tok o'tkazmaydi. Shu ya'ni juda yomon o'tkazadi. Shu sababli urib uni bemalol tokdan ajratib olsangiz bo'ladi. Sabab u metal emas, yog'och. Tushundingiz-a? Demak, elektr tokini yaxshi o'tkazar ekan. Issiqlik qanday yaxshi o'tkazadi desangiz, misol uchun tapalaringizda, tuxum qovurgan vaqtingizda, misol uchun tapalar vaqt o'tgandan sari ana plastmassa qismi sinib ketadi. Bizning yoshligimizda shunaqa bo'lardi va temirni o'zi qolardi. Keyin esa temirni o'zini ushlab bo'lmas, yo bo'lmasa yog'och sinib ketgandan keyin temirni o'zini ushlay olmaysiz. Chunki temir qizib, issiqlik qo'lingizgacha o'tadi. Lekin yog'och bo'ladigan bo'lsa, issiqlik o'tmaydi, to'g'rimi? Bu ham demak, issiqlikda va elektr tokini yaxshi o'tkazishdan dalolat beradi metallar. Egiluvchan va cho'ziluvchan, ya'ni bolg'alanuvchanlik xususiyati bor. Ya'ni misol uchun istalgan bir metalni qattiq uradigan bo'lsangiz, u pachaq bo'lib qoladi. Ya'ni sinib ketmaydi, ikkiga bo'linib ketmaydi. Odatda juda qattiq qilmaydigan bo'lsangiz, qattiq, ya'ni masalan kattaroq metal bo'ladigan bo'lsa, uradigan bo'lsangiz pachaq bo'lishi mumkin faqat. Misol uchun
avtomobillarni ko'rgansan, eski misol uchun Jigulilar yoki metallarni qattiqroq urilish natijasida metall kirib qoladi ichkari. Yana taqillatib joyiga tushirib qo'yadi. Ya'ni bu bolg'alanuvchanlik xususiyati deyiladi. Lekin misol uchun mana bu haykalcha misol uchun gildan yasalgan metal emasda bu. Metal hisoblanmaydi. Shu bitta uradigan bo'lsam, sinib mayda-mayda bo'lib ketadi. Chunki bular mort hisoblanadi. Ana endi metallar indekssiz yoziladi. Misol uchun natriy, temir, alyuminiy, kalsiy. Keyin metallariga qarab, misol uchun natriy deydigan bo'lsak, bu yerda natriy atomi nazarda tutilyapti. Natriy atomi. Bunga qarab faqat natriy atomi emas, natriy moddasi ham shu shaklda yoziladi. Endi bu masalani shartdan kelib chiqqan holatda o'qiladi. Ya'ni natriy moddasi deb ketiladigan bo'lsa, demak bu yerda natriy moddasi nazarda tutilayotgan bo'ladi. Misol uchun natriy atomlari desa, natriy atomlari nazarda tutilayotgan bo'ladi. Lekin moddasini ham, atomini ham yozilishi bir xil mana shunaqa shaklda yoziladi. Tushundingizmi? Misol uchun temir, alyuminiy, kalsiy, ya'ni hammasi indekssiz yoziladi. Misol uchun natriy atomlari yig'ilib, misol uchun ko'palik, trillionlab yig'ilib, natriy atomlari natriy metallini hosil qiladi. Ana endi metalmaslar. Metalmaslar demak odatdagi sharoitda turli agregat holatlarda uchraydi. Metallar asosan qattiq bo'lsa, bular har xil shaklda. Misol uchun gazlar, vodorod, misol uchun kislorod, havodan nafas olayotgan asosiy qismi kislorod, misol uchun azot havoning 80% tashkil qiladi, misol uchun. Bu ham gaz, ya'ni gazni ko'rib bo'lmaydi, to'g'rimi? Misol uchun ftor, xlor va inert gazlar, geliy, neon, argon, kripton, ksenon, radon. Bular hammasi demak gazlar. Qattiq moddalar, misol uchun oltin gurt, kremniy, fosfor, yod, bor, misol uchun uglerod va boshqalar. Suyuqlik faqat brom ekan. Ya'ni agregat holatdan suyuq holatda, ya'ni suyuqlik mana bu yerda rasm chizilgan, mana bu qism demak brom, suyuq holatda. Yaltiroq yuzaga ega emas. Mana misol uchun ko'mirni ko'rib turibsiz, uglerodda bu. Yaltiroq emas mana. Ko'mirni ko'rgansiz, to'g'rimi? Ya'ni metallarda yaltiroqlik bo'lsa, metalmaslarda bu xususiyat yo'q. Issiqlik va elektr tokini yomon o'tkazadi. Ya'ni issiqlik va elektr toki deganda yaxshi yonadi, yomon yonadi degan narsa emas. Misol uchun ko'mir yaxshi yonadi-ku degan savol berishingiz mumkin-da. U tok o'tkazuvchanligi haqida nazarda tutilyapti. Ya'ni tokka bunday tiqiladigan bo'lsa, o'tkazuvchanligi haqida nazarda tutilyapti. Yoki bo'lmasa issiqlik o'tkazuvchanligi shunchaki issiqlikni o'tkazadi, o'tkazmaydi emas. Juda yomon o'tkazadi. Misol uchun metalni bunday qo'yib tursangiz, boshqa metalga misol uchun olov turibdi, issiqlik qo'lingizgacha kelishi mumkin. Lekin uzoqdan misol uchun yog'och yoki bo'lmasa boshqa bir metal masni ushlab turadigan bo'lsangiz, qo'lingizgacha issiqlik kelmaydi. Chunki issiqlik yaxshi o'tkazmaydi. Egiluvchan va cho'ziluvchan emas, mo'rt. Ya'ni aytib o'tgandek bitta uradigan bo'lsangiz sinib ketadi. Keyin mana bu oddiy moddalar, ya'ni metalmaslar-ku bular, to'g'rimi? Faqat ikki indeks bilan yoziladi, atomar holatda kelmaydi. Bularni oson yodlab olish mumkin. Ya'ni qaysilar? Vodorod, keyin esa mana bu yerdan mana bunaqasi azot, kislorod, ftor, xlor, brom, yod. Mana shular demak 2 bilan yoziladi doim. Azot, kislorod, ftor, xlor, brom, yod. Eslab qolish kerak. Va vodorod. Mana shular doim pastida 2 indeks bilan yoziladi. Mana ko'rib turibsiz. Mana bular hammasi 7-guruhda. Mana bu ikkalasi yonma-yon turibdi va mana bu. Shular faqat indeks 2 bilan keladi. Ya'ni mana bu holatda kelmaydi. H yozsangiz bu vodorod atomi tushuniladi. H2 yozsangiz vodorod molekulasi nazarda tutilayotgan bo'ladi, yoki bo'lmasa vodorod moddasi. Masalani kontekstidan kelib chiqqan holatda. Ya'ni masala shartdan kelib chiqqan holatda. Bu vodorod atomi, bu vodorod molekulasi. Lekin mana bu inert gazlar bor. Inert gazlar. Mana shularga, inert gazlarga demak atom va molekula tushunchasi bir xil. Ya'ni geliy atomi ham shu, geliy molekulasi ham shu. Tushundingizmi? Ya'ni bular 2 bilan yozilmaydi, indeks bilan. Demak, metalmaslar haqida tushunarli bo'ldi. Biz oddiy moddalardan metal va metalmaslarni o'rgandik. Yana oddiy moddalarning bitta xususiyati bor. Oddiy moddalarda allotropiya hodisasi uchraydi. Ya'ni ayni bir elementning bir necha xil oddiy modda shaklida uchrash hodisasiga aytiladi. Bu nimaligini hozir misollar aytadigan bo'lsak tushunasiz. Hosil bo'lgan oddiy moddalar allotropik shakllar deb ataladi. Allotropiyaning birinchi sababi oddiy modda molekulasi atomlari soni turlicha bo'lishi. Misol uchun, siz kislorodni bilasiz, O2 ni, molekulyar kislorod, ya'ni nafas olasiz. Yoki bo'lmasa, yuqorida demak ozon qatlami bor deydi. Stratosferadami? Demak, ozon qatlami bor, to'g'ri? Bizni quyosh nurlaridan, zararli quyosh nurlaridan saqlab turadigan ozon qatlami bor. Ikkalasi ham bir xil element, kislorod element. Bir xil element demak bir necha xil oddiy moddalar hosil qiladigan bo'lsa, ya'ni O2 oddiy moddasini hosil qilyapti, O3 oddiy moddasini hosil qilyapti. Bir necha xil oddiy moddalar hosil qilsa, bu hodisaga allotropiya hodisasi deyiladi. Hosil bo'lgan demak oddiy moddalar allotropik shakllarda deyiladi.
Tushundingizmi? Hodisaga allotropiya hodisasi, hosil bo'lgan moddalar allotropiya, demak allotropik shakllar deyiladi bir-biriga nisbatan. Demak, birinchi sabab nima ekan? Atomlar soni turlicha bo'lishi. Misol uchun kislorodda 2 ta atom, kislorod molekulasida 2 ta, ozonda 3 ta kislorod atomlari bor. Demak, mana shu bilan farq qilar ekan. Birinchi sabab, ya'ni allotropiya hodisasining yuzaga kelishining birinchi sababi. Ikkinchi sababi, demak, qattiq moddalarda zarrachalarning turlicha joylashishi. Masalan, demak, uglerodning olmos, grafit, karbin, fullerin va boshqa allotropik shakllari mavjud. Rasmda 3 xil berilgan. Mana bu olmos, bu grafit, bu fullerin. Hammasi uglerod. Mana ko'rib turibsizmi? To'liq uglerod. Mana bu ham to'liq uglerod. Bu ham to'liq uglerod. Lekin bir-biridan butunlay farq qiladi. Sababi nimaga desa, chunki zarrachalar turlicha joylashgan. Mana bunda uglerodlar mana bunaqa shaklda joylashgan bo'lsa, olmosda, grafitda mana bunaqa shaklda joylashgan. Fullerinda bunaqa shaklda joylashgan. Ya'ni har xil shakl qilib joylashganligi sababli bular har xil ko'rinishda bizning ko'zimizga ko'rinadi. Buni oddiyroq misolda tushuntirishda iloji bormi bor. Misol uchun salafanni olib, birinchi bunday oddiy bir qavat qilingda, qarab ko'ring, narigi tomoni ko'rinadi, xuddi olmos kabi. Endi men qo'polroq o'xshatish qilayman. Keyin o'shani buklab juda ham buklaydigan bo'lsangiz, ikkinchi tomoni ko'rinmaydi. Ya'ni bularda ham xuddi shunday zarrachalar turlicha joylashganligi sababli bizning ko'zimizga har xil shaklda ko'riladi. Tushundingizmi? Ya'ni misol uchun bu ham uglerod, bu ham uglerod, bu ham uglerod. Faqat zarrachalar turlicha joylashgan. Tushundingizmi? Endi bularga o'zining mavzusi bor. Batafsil to'xtalamiz har bitta nimalarga. Misol uchun uglerod mavzusida olmos, grafit, fullerinlarga. Biz hozir faqatgina shunchaki allotropiya hodisasini tushunsak bo'ldi. Tushundingizmi? Bu shaffof bo'lishi mumkin, qop-qora bo'lib turibdi. Fullerinlar ham qop-qora rangda. Lekin hammasi uglerod. Sabab nimada desa, chunki zarrachalar turlicha joylashgan. Shu turlicha joylashishi bizning ko'zimizga ularni har xil qilib ko'rsatadi. Ana endi allotropiya va izotoplar ikkalasi ikki xil tushuncha. Ko'pchilik adashtirib qo'yadi endi o'rganayotgan o'quvchilar. Allotropiya demak oddiy moddalar uchun tegishli. Oddiy modda, kislorod, ozon, oddiy modda. Izotoplar demak element atomlari bular. Element atomlar. Atom, ko'ryapsan, atom. Molekulyar holatda yozilmagan. Bu atomlar o'zaro birikib, demak, moddalarni hosil qiladi. Va moddalarda allotropiya hodisasi uchraydi. Atomlarda izotop degan tushuncha bor. Tushundingizmi? Bular bir-biriga nisbatan demak allotropik shakllar deyiladi, allotropik shakllar. Bular bir-biriga nisbatan izotoplar deyiladi. Tushundingizmi? Atomlar. Farqi tushunarli bo'lgan bo'lsa davom etamiz. Ana endi moddalarni biz ikkiga bo'lgandik. Sof modda va aralashmaga. Demak, sof moddalarni o'zaro aralashtiradigan bo'lsak, aralashmalar hosil bo'ladi dedik. Sof moddalarni butunlay ko'rib chiqdik to'liq tizimda. Aralashmalarni ko'rib chiqib, keyin umumiy kartinka hosil qilamiz. Ana endi aralashmalar ikkiga bo'linadi. Aralashmalar demak gomogen va heterogenga bo'linadi. Mana misol uchun biz mana bu yerda suv va spirtni aralashtirgandik. Mana bu yerda demak oltin zarrachalari ham bor, plus oltin. Ana endi tasavvur qiling, suv va spirt aralashgan, demak aptekada sotiladigan 70% spirt. Misol uchun shu gomogen aralashmaga misol bo'ladi. Biz mana shuni olib, spirtni olib, ko'zimiz bilan qaraganimizda uni ichidagi suv va spirtni ajratib bera olasiz. Mana suvsiz yurib, mana spirt deb alohida ajratib ko'rsata olmaysiz. Istasangiz aralashtirib ko'ring uyingizda. Yoki da bo'lmasa o'sha spirtni olib piyolaga qo'yib qarab ko'radigan bo'lsangiz ham ajrata olmaysiz. Ya'ni biz ko'zimiz bilan ajrata olmasak, ya'ni moddalar aralashganini, sof moddalar aralashgan ko'zimiz bilan ajrata olmasak va mikroskop bilan ham ajrata olmaydigan bo'lsak, bunday aralashmalar gomogen aralashmalar deyiladi. Gomogen. Tushundingizmi? Heterogen aralashmalar nima deyiladigan bo'lsa, heterogen aralashmalarni biz ko'z yoki mikroskop yordamida ajratib bilamiz. Misol uchun suv bilan spirt aralashmasiga endi oltin zarrachalarini tashlab yuboring va aralashtiring. Aralashtirganingizda oltin zarrachalari ko'rinadimi? Ko'rinadi. Demak, bu heterogen aralashma bo'ladi. Chunki zarrachalar bir-biridan ajralib ko'rinib turibdi. Shu sababli bunga heterogen aralashma deyiladi. Gomogen aralashmaga misol uchun havo misol bo'ladi. Havoda misol uchun mana kislorod uchib yuribdi, mana azot uchib yuribdi, mana karbon tangidritlar uchib yuribdi deb men qo'lim bilan ko'rsatib bera olmayman. Sabab bu gomogen aralashma. Undan tashqari tuz eritmalari bor. Misol uchun tuzni suvga solib eritib yuborganingizdan keyin tuzli suvdan mana tuzi mana suv deb alohida ajrata olmaysiz. Uni faqatgina ichib ko'rganingizda ta'mi orqali farqlay bilasiz. Yokida bo'lmasa qotishmalar. Misol uchun oltin uzuk olasiz, misol uchun, to'g'rimi? Uni ichiga boshqa metallar aralashgan bo'ladi, lekin siz farqlay olmaysiz. Mana bu joyda misi bor, mana bu joyda oltini bor deb metallarni alohida ajrata olmaysiz. Heterogen aralashmalarda siz alohida ajrata olasiz. Misol uchun qum va suv aralashmasi. Suvni ichiga qum solib aralashtiradigan bo'lsangiz, ko'rinib turadi konkretno. Mana qumi, mana suvi deb ko'zingiz bilan ajratib bilasiz.
yoki bo'lmasa misol uchun o'rik kompoti. O'rik kompotni ichida misol uchun o'riklar suzib yuradi, to'g'rimi? Alohida ajratiladi. Mana o'rik nima? Ya'ni heterogenda nimalari bir-biridan, zarralari bir-biridan ajralib turadi. Ya'ni birinchi qoidalari bor edi, uni keyinroq o'rganishimiz kerak edi aslida. Demak, birinchisi bir-biridan yuza hosil qilib ajralib turadi. Misol uchun moy bilan suvni aralashtiradigan bo'lsangiz, bu heterogen aralashma hisoblanadi. Chunki sababi yuza hosil qilib ajraladi. Demak, heterogen aralashma birinchisi yuza hosil qiladi. Yuza hosil qiladi. Ikkinchisi har xil agregat holatdagi moddalar. Ya'ni har xil agregat holatni hozir mana shundan keyin o'tamiz. Agregat holat degani gaz, suyuq, qattiq. Misol uchun har xil agregat holat suv, spirt va ustiga oltin tashlab yubordingiz. Oltin qattiq, suv bilan spirt suyuq. Har xil agregat holatdagi moddalarni aralashtirsangiz heterogen aralashma bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir-biridan yuza hosil qiladi. Misol uchun sut bir-biridan ajralib turadi, yuza hosil qilib, to'g'rimi? Yog' qismi bilan pastdagi suyuq qismi. Bu ham demak heterogen aralashma. Yoki bo'lmasa o'rik kompoti, misol uchun yuza hosil qilib, misol uchun cho'kib qolgan holatda ham ko'radigan bo'lsangiz, yuza hosil qilib bir-biridan ajralib turadi. Yo bo'lmasa suyuqliklar, yog' bilan suv, misol uchun ikkalasining ham agregat holati bir xil. Misol uchun yog' ham suyuq, suv ham suyuq. Lekin soladigan bo'lsangiz, yog' suvning ustiga chiqib qoladi. Ya'ni yuza hosil qilib, o'rtasida qaraydigan bo'lsangiz, yuzasi bo'ladi. Past suv, yuqorisi yog' bo'ladi. Ya'ni ajralib qoladi. Shunga heterogen aralashmalar deyiladi. Ana endi umumiy kartinkani hosil qildik. Demak, moddalar sof va aralashmaga bo'linar ekan. Biz sof va aralashma nimaligini farqini bildik. Sof moddalar ikkiga bo'linar ekan, oddiy va murakkab moddalar. Oddiy va murakkab moddalar nimaligini ham bildik. Oddiy moddalar demak metal va metal massalariga bo'linishini ham o'rgandik. To'liq metal va metal massa istalgan bitta element atomini yozib, o'shani moddasi nima desam, siz metal va metal massa bilishingiz kerak. Murakkab moddalar ikki xil element atomidan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ular murakkab moddalar deyiladi. Murakkab moddalarda demak biz organik kimyo bo'limida va anorganik kimyo bo'limida alohida o'rganamiz. Ya'ni anorganikada misol hozir keyingi yaqin mavzularimizda anorganik birikmalarning eng muhim sinflari bor. Oksid, asos, kislota, tuz. O'shanda murakkab moddalarga chuqurroq to'xtalamiz. Hozir siz faqat oddiy moddalarni to'liq tushungan bo'lsangiz va bir-biridan farqini tushungan bo'lsangiz, sof va aralashmani bir-biridan farqini tushungan bo'lsangiz va gomogen aralashma, heterogen aralashma nimaligini tushungan bo'lsangiz, moddani demak bo'linishlarini yaxshi tushungan bo'lasiz. Ana endi agregat holatlari bor. Shunga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi demak paragraflarimiz tugaydi. Demak, agregat holatlar bizda 3 xil ekan. Qattiq, suyuq, gaz. Qattiq, suyuq, gaz demak birinchi navbatda ular bir-biridan masofasi bilan farq qiladi. Qattiq moddalar juda ham zich masofada bo'ladi. Mana buni zich qilib joylashtirib qo'ydim masofasi deganda. Suyuq demak bir-biriga yaqinroq bo'ladi, lekin zich bo'lmaydi. Mana ko'rib turibsiz. Gaz molekulalari esa bir-biridan demak ancha uzoqda bo'ladi. Mana gaz molekullarining joylashishi. Ana endi shundan kelib chiqqan holatda qattiq moddalarning hajmi ham o'zgarmaydi, shakli ham o'zgarmaydi. Mana misol uchun qattiq, misol uchun modda deb tasavvur qilaylik. Qattiq narsada endi shu. Misol uchun mana o'zgarmaydi, shakli, hajmi o'zgarmaydi. Qanday aylantirsam ham, nima qilsam ham o'zgarmaydi. Ya'ni hajmi ham, shakli ham shu holatda turadi. Misol uchun suvni olib, misol uchun suvning hajmi o'zgarmaydi, lekin shakli o'zgaradi. Misol uchun 1 litrli suvni boshqa idishga soladigan bo'lsak, shaklini o'zgartiradi, ya'ni boshqa idishning shaklini egallaydi. Misol uchun piyolaga solsam, piyolaning shaklini egallaydi. Yoki bo'lmasa uzunroq menzurka yoki bo'lmasa probirkalarga soladigan bo'lsam, o'sha probirkaning shaklini egallaydi. Ya'ni shakli o'zgaruvchan, shakli yo'q emas, shakli o'zgaruvchan. Hajmi o'zgarmas. Demak, qattiqda hajm, shakli o'zgarmas, masofa juda ham yaqin. Suyuqda demak hajm o'zgarmaydi. 1 litrli suv 1 litrligicha qoladi, uni siqib 1 litrdan kamaytira olmaysiz. Shakli esa demak o'zgaruvchan. Qanaqa idishga soladigan bo'lsak, shu idishning shaklini egallaydi. Gazni hajmi ham, shakli ham o'zgaruvchan. Misol uchun gazni 1 litrli idishdan 50 litrli idishga ko'chiradigan bo'lsangiz, o'sha 50 litrli idishning hajmini egallaydi. Shakli ham o'sha qanaqa idishga soladigan bo'lsangiz, o'shani demak shaklini egallab ketaveradi. Ya'ni hajmi yo'q, shakli yo'q emas. Istalgan hajmni egallaydi, istalgan shaklda egallaydi. Ya'ni o'zgaruvchan. Masofasi juda ham uzoq. Demak, bu agregat holatlar edi. Demak, sizlar bilan moddalar haqida gaplashdik, moddalarni bo'ldik va moddalarning agregat holatlari haqida gaplashdik. Bundan keyingi paragraflarimizda sizlarga modda haqida ma'lumotlarni berib boraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.